Man Muhammad Rasul Pahlavonman. Rasul Pahlavon haqida qanday ma'lumotlarni bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozing. Bugun uning hayoti va vatanga qilgan xizmatlari haqida eshitasiz. Man Muhammad Rasul Pahlavonman. 1950-yilda Faryob viloyati Shirin Tag'ob tumanidagi Fayzobod qishlog'ida tug'ilganman. Rasul Pahlavon o'z xalqi, vatani va yurtining tinchligi hamda kelajagi yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilgan, ozodlik va birlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlagan shaxs sifatida eslanadi. Afg'oniston urush va bosqin girdobiga tushib, yurtimizda beqarorlik kuchaygan paytda men xalqim, vatanim va tinch hayotimizni himoya qilish yo'lida kurash safiga qo'shildim. Men uchun qurol ko'tarishning asosiy maqsadi hokimiyatga erishish emas, balki vatan ozodligi va xalqimning tinch, osoyishta hayotini ta'minlash edi. U yoshligidan xalqining ozodligi va yurtining erkinligi yo'lida kurashga bag'ishlanib, umrining oxirigacha shu yo'lda fidoyilik ko'rsatdi va oxir oqibat jonini ham fido qildi. Rasul Pahlavon 1996-yilda Mezari Sharifda sodir bo'lgan voqealar natijasida vafot etgan bo'lib, uning jasorati va fidoyiligi xalq xotirasida abadiy qolgan. Ruhlari shod bo'lsin. Rasul Pahlavon va barcha kurashchi savdoshlarning ozodlik yo'lida qilgan fidoyiliklari bizga sharaf, birlik va qarshilik yo'lini meros qilib qoldirdi.